Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Yaxshiman qizim. Durust og'zi hidlanmas ekan. Ha, qizim, qani o'tirchi. Qizim, qani endi bizga Qur'ondan Baqara surasining 255-oyatining nomini aytib ber. Oyatal kursiy. Mashallah. Qani o'qib berchi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehuzuhu sinatun ve la nem. Lahu ma fis semavati ve ma fil ard. Bo'ldi qizim, bo'ldi. Endi bizga ovqatlardan. Xo'sh, loviya qanday pishiriladi, shuni aytib berchi. Ha, Loviyani yuvish uchun kechqurun suvga solib qo'yamiz. ha. Ertasi kuni qozonga solib, ustini suv qoplaguncha suv bilan to'ldirib olovga qo'yamiz. Barakalla qizim. Endi tur, yurib ko'r. Ko'z tegmasin. Oyog'i qiyshiq emas ekan. Jayron kabi-ya, jayron. Ha, qani men oldimga kelchi.